Bugun uyimizga onamga mehmonga kelishadi va ularga dunyodagi eng mazali va eng oson shirinlikni birgalikda tayyorlab 15 kunlik chaqalog'im bilan mehmon kutib olamiz. Ishimizni paxtadek yumshoq shirinligimizni tayyorlab olishdan boshlaymiz. To'rtta tuxumimizni chaqib olib, mikserda oppoqini bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Oppoqini bo'lib ko'pirib chiqqandan keyin shakari oz-ozdan solib, yana bitta ko'pirtirib olamiz. Ketidan o'simlik yog'i, razixetul, un hamda kakaoni solib, yana bir sidra bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Shunaqa quyuq massa hosil bo'lguncha. Tayyor massamizni uyimizdagi bor qoliplardan bittasiga solib olamiz. Nashinkasi uchun 400 gramm tvorogga ikkita yoki bitta tuxumni chaqib olamiz. Ketidan shakarlarimizni solib, mikser yoki blenderda yaxshilab ezib olamiz. Ezilgan tvoroglarimizni qopcha yoki qoshiqchalarda quyuq massamizga solib chiqamiz. Men qopchadan foydalanib, siz qoshiqda ham solsangiz bo'ladi. Ustini xohishga ko'ra bezatib olib, qizib turgan duxovkaga yarim soatga jo'natib yuboramiz va bu yoqda ovqatlarimizni ham boshlaymiz. Kartoshkalarimizni po'stidan ajratib, katta-katta qilib to'rab olamiz va yaxshilab tuzlab zirab olamiz. Menga tez va oson pishadigan go'sht kerak. Men unga tovuq go'shtini tanladim. Tovuq oyog'i bilan qo'llarini ham yaxshilab tuzlab olamiz. Qizib turgan yog'imizda birinchi kartoshkachalarimizni qip-qiziq qovurib olamiz va ketidan tovuq oyoqlarimizni ham xuddi shunaqa qovurib chiqamiz. Hamma mahsulotlarimizni qovurib olganimizdan keyin men tagiga kartoshka solib, ustiga tovuq teraman va ustidan sho'r suv sovoraman. Kartoshka yumshoqqina va tuzli bo'lib pishishi uchun. Bu orada bizning paxtada yumshoq shirinligimiz ham pishib chiqdi. Buni qilganimni butun mahalla bildi. Hidi gupurlab turganda mazasini etmasam ham bo'ladi. Hamma narsamiz tayyor bo'lgandan keyin stullarimizni bezatib, ovqatlarimizni ham sekingina suzib qo'ydim va mehmonjonlarimiz ham keldi. Ikkita bola bilan hammasiga ulgurib, ham videolar ham oldim. Siz ikkita bolangiz bilan nimalarga ulgurasiz, kommentariyada yozib qoldiring.